Shogird arqani yopaveraymi? Hamma yo'qni olding, ha? Oldik. Qalmani olding, chilonlarni olding, oziq-ovqatlar olding. Qurutgacha oldim. O'zingda emasmi? Yo'q. Bir mazasi kelamiz, ketdik davaychi. Ustoz, bitta iltimos bor. Nima iltimos? Mashinasi kompyuter bosyapti kaldimi? Menga siyib qoldim. Mazaqiga siyib qoldim. Hali minmasdan oldin shu katta yesam, minsam nima bo'lar ekan? Eshak emas bu, eshak emas. Mana uni bunday qilib men qiyib solasan. Bu bunday qilib bu jugan emas, jugan. Davay boshla. Davay. Oxiriga dur bor. Ketdik. Yomon emas. Yana bitta. Boshqatdan-a? O'zim sabr tilayman. Hayda. Küçük bilan o'tishga qancha qilma tarbiya. It bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas odamiy. Nimaga oladiyapsiz, ustoz? Dadam bu udari. Bola! O'tib yaradi! Bayla bobora o'qitaman o'zim. Davay tush. Ket. Seni men o'zim odam qilmasammi? Ket. Kel oyoqlaring ham chiqmasin. Nima? Men seni o'zim joyga boraman hozir. Mo'ydon! Tush, men seni o'zim odam qilaman. Sen bo'lmasa, dalalarda olmay qolsan. Yur. Avtomaktabda eng chempioni bo'lib kelganman. Sheyda pravo olib, mashina minishda o'rganib professional bo'lasan. Ustoz, mabodo yiqilib qolsamchi? Mabodo yiqilib qolsam, bizda qayta tayyorlov kurslari bor. Bir marta to'lov qilasan va farqi yo'q. Imtihondan o'tguninggadir seni qayta tayyorlov kursimizda tayyorlaymiz. Ana o'tib ketavergan ham o'tadi. Eng asosiy joyi imtihon topshirishdan oldin va imtihon oluvchilar 5 kun seni mashina minishga o'rgatib, keyin imtihon oladi. Sen обязательно pravo olasan. Biz yaqlaman ekanda. Sizlarga ham shunaqa oson pravo olishni yo'li kerak bo'lsa, manzillarimizni aytib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bog'dod sentrida tushunmaganlarga pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizga gap deb Joninglar sog' bo'lsin.